Sochingni nimaga bo'yading? Xunoga bo'yadim. Bakaladjaniymi? Sezildimi? Mana qara Shevchenko. 3-etajda bir boy aka yashaydi. O'shani uyiga tushasan-da, ko'zingga ko'ringan eng qimmat, eng zo'r narsani olib chiqasan, tushundingmi? Bo'la qol. Bo'la qol. Men nazorat qilib turaman. Молодец, kel. O suvni zo'r qilibsan, olib chiqib, молодец. Chanqab tursan. Qani nima olib chiqding? Mana, anorani olib chiqdim. Nimaga? O'zing aytdingki, ko'zing yaxshi ko'ringan narsani olib chiqdim. Mana shu yaxshi ko'rindi. Ha, uyning ichida brilliant, dollar yo'qmidi? Bor edi, stol ustida dollarlar turibdi, shkaf ustida brilliantlar ham bor edi jo'ra. Nima olmading? Menga bu yoqdi-da. Bo'yagan sochingga sani bor, bo'yagan sochingga. O'sha buni men hozir kirib o'zim chiqaman, sen nazorat qil. Sen nima olib chiqding? Nima olib chiqdi deb o'ylaysan? Brilliantlar pullarni olib chiqasan. Bir anor olib chiqdim, sendan ko'p olib chiqdim. Men zo'r o'g'riman. Sen chimo bitta olib chiqding, men ketdim.